Hammaga salom. Bugun penalti seriya bo'ladi. Bu o'yinda Ahadbek va Imronbek o'ynaydi. Bizning variantamiz esa Buffon aka, Abdullo aka. Va birinchi o'lib Ahadbek Mbappe tepada. Va Buffon to'solmadi. Gol bo'ldi. Va shot bugun bizda 1-0. Real yutyapti 1-0 ga Barsani. Hozir Imron tepada. Qani yutdi. Mana shu gol bo'larmikan? Va gol! 9-3 kirdi. Va shotlar tenglashdi. Realda ham Barsada ham 1-1. Va hozir Ahad tepada. Mbappe gol urishiga ishonamiz. Va mana shu va Buffon to'sib qoldi. Hozir Lamine Yamal. Rafinha to'g'ri. Ani gol urolmadimikan? 1 2 3 va Buffon to'sib qoldi buni ham. Hozir Ahadbek Mbappe tepada. Davay, golni kutib qolamiz. Va zarba Buffon to'sib qoldi. Va hozir Rafinha tepada. Va zarba Roma. Va hozir Mbappe tepada. To'g'ri Ahadbek. Va zarba va Buffon to'sib qoldi. Va hozir Barselona. Ning chiqishi Rafinha. 3 golgacha va gol! Cho'za gol! Hozir Barsa bilan Real o'ynayapti. 2-1 bo'ldi. Bilan Barsa yutyapti. Hozir Kylian Mbappe tepyapti. Ahadbek gol ura oladimi? Mana shu to'p hozir gol kuch kerak. Va zarba, voy, Buffon to'sib qoldi. Va hozir Rafinha tepadi. To'g'ri Imron. Hozir 3-chi gol bo'lsa yutkazadi. Vau! Buffon zo'r to'sib qolyapti. Bu videoda Buffondan boshlayapmiz. Va hozir zarba qiladi Kylian Mbappe. Qani va zarba. Buffon zo'r to'sishni ko'rsatyapti. Va hozir Rafinha tepada. Chiroyli golni qani ko'raylik. Zarba. Wow, Buffon zo'r to'syapti bugun. Hozir Mbappe. Davay. Ko'ramiz endi. Va zarba qiladi hozir va wow, gol. Avtogol bo'ldi hatto. Hozir Real bilan Barsada 2-2. Varshalli gol. Kim yutishini o'yin hal qiladi. Kommentariyada yozib ko'ringlar. Kim yutarkin? Balki topasizlar. Va hozir Rafinha tepyapti. Gol bo'larmi? Endi Buffon akaga. Va Buffon to'syapti zarba. Wow! Barsa yutkazyaptimi bugun?